kuchli bo'lgan ayollar xohlasa xohlamasa juda zaif o'g'il bolalarni tarbiyalashni boshlashadi. Ming ular o'zlarini yo'q, men o'g'lim hech qachon unaqa bo'lmaydi, davay deb o'g'il bolaga kuchli sportga bersa ham, erkaklarni sportiga bersa ham, bunaqa o'g'illar uchun ong ostida ayol kishini fikri muhim degan tushuncha kuchli bo'ladi. U erkak ko'rinishi juda sportsmen bo'lsa ham, mushaklari ko'p bo'lsa ham, ko'rinishidan bir erkakdek ko'rinsa ham, ichidan irodasiz va ichidan zaif bo'lib o'sadi. Qaror qilish va tanlov huquqini bering. Bugun aytdimmi, mana bu shinimingni kiyasan, yo bugun mana bu krossovkangni kiy, yoki bugun anitga borasan degan gaplardan uzoqlashing. O'g'il bolangizdan ko'proq so'rang. Sen nimani xohlagan bo'larding? Senga nima qiziq? Seni fikring qanaqa? Seni fikring men uchun juda muhim. Marhamat, sen o'zing hal qilgin. Mana shu yerda o'g'lim sen mana shu yerda yaxshiroq qilasan deb mendan ham yaxshiroq qilasan. Chunki sen erkaksan degan gaplarni ko'proq ishlatish kerak bo'ladi va ularning g'amxo'rligiga loyiq inson ekanligingizni ko'rsatganingiz aynan mana shu muhim.